Biz nega ketyapmiz? Ajra shahriga. O Hindistondagi eng go'zal shaharlarning biri. O yerda ko'rishga arziydigan ajoyib bir narsa bor. Men bilib oldim. Toj Mahal. To'g'ri deding, Marjon. Bu Toj Mahalmi, tomoqxonami? Sen tomoqdan boshqa narsani o'ylamamsan. O degan bir qabra. Biz bir qabrni ko'rish uchun shuncha musofirni besib, pil ustida shuncha valami jafo tortamizmi? O odatdagi qabra emas. O bog' bo'ston va fontonlarga to'lgan ko'rkam bir o'rniga o'xshaydi. O'liklar o'zlarining atrofidagi shu go'zalliklarni his qila olamdi. Bu qabrning ajoyib bir qissasi bor. Ona podshoh Shohjahon qadrlik ayoli uchun alohida soldirgan. Hamda uning o'lib ketgan ayoli yoqtiradigan va qiziqadigan narsalarning hammasini o'rlashtirgan. Allah odamga qaranglar. O tiklab sanjilgan pichoqlarning ustida qanday uxlaydigan-du? Bilmayman. Lekin bundoq qiladiganlar Hindistonliklarning ishida xeyli ko'p. O odatdagi ko'rpa ustida uxlasa bearam bo'ladigan o'xshaydi, ha? Bu yo'lda biz ko'rgidek biror yangi narsami yo'q ekan? To'g'ri deysan. Men bu zerikishga boshladim. Dengizchi bova, nimishqa bizga Bani Isroil ichidagi Samirning qissasining davomini aytib bermaylar? Aytib beray. Qayerda to'xtagan edi? Samiri ulug' farishtaning izidan bir changal to'pini ilib, kiyimining orasiga tiqib qo'ygan yerga kelgan edingiz, ustoz. To'g'ri. Samiri shuningdan keyin kayniga qaytib, Musa alayhissalomning qavmi ishidagi amrohlariga yetishib oldi. Samiri, ne ketding? Bizni bakansiratting. Men yaxshi, hech bo'lmadi. Kaynimizdagi lashkarlar g'arq bo'ldimi? Shundoq. Fir'avn, Haman va ularning lashkarlarining hammasi g'arq bo'ldi. Bizga nijotlik bergan hamda bizni haq yo'lda qilgan Musa va Harunning Rabbi bo'lgan Allohga hamdlar bo'lsin. Oldiranglar ko'pchilik, Sino cho'liga berib olaylik. To'xtanglar. Allohning payg'ambari Musa bizni mushiyada aram ilishga buyurdi. Yaxshi tanlash. Bu tenish joy. Tog' bizni bo'ron chapqindan saqlaydi. Bo'ra yoki boshqa yer qush hayvonlarmi yo'q ekan. Bu joy o'ltiraqlashga loyiqdek qiladi. Koshki, bu ochiqchilikda uxlagandan ko'ra bizni mehmon qiladigan va kechalari chidirlarda qo'ndirib oladigan kishilarni topgan bo'lsak-chi. Qaranglar, o yerda tog' bag'rida o't turadi. Aniqki, bir odam o't qilgan gap. Berib ahvol o'qib baqayli. Biz oldi bilan Allohning payg'ambari Musodan so'rsak yaxshi bo'larmikin? Uningdan nimani so'raymiz? Biz o'tning nadin kelganligini uqib, uningga ko'rganlarimizni desak bo'ladi-ku. Samiri to'g'ri deydi. Allohning payg'ambari bunchalik ishga ochiqlabmi o'tirmas? Qaranglar, ular butqa cho'qqan ekan. Shundoq ularning ilohiy o'zlarining ko'z oldidan ekan. Qashki bizning shularnikiga o'xshash ilohiyimiz bo'lsa-chi. To'g'ri, bizning ko'ra oladigan, qo'ldirimiz bilan tuta oladigan va uning borlig'ini bila oladigan ilohiyimiz bo'lsa-chi. Biz Musa payg'ambardan bizning mush ilohga ibodat qilishga ruxsat qilishini, bo'lmas bizga boshqa ilohlarni qilib berishni talab qilaylik. U bunda quruq gapga hargiz qo'shilmaydi. Sizlar uning yakka yagona Alloh haqida deganlarini unutib qoldinglarmi? O zot sizlarni Fir'avn va uning lashkarlaridan qutuldirdi. Sizlar uchun dengizni ikkiga bo'lib berdi. Lekin dada, biz odatimiz bo'yicha biror butqa cho'qinishni seg'indik. Qandoq deysan, Samiri? Men ko'pchilikning fikrini anglab, aqlimda uning vaznini bir o'lchab baqay. Ondan keyin sizlarga o'zimning qarashini deb beray. Men bekli yürüp ketdim, hem herib, hem bek usab qoldim. Menmi shundoq usab, qo'sqimni ichib ketdi. Lekin men yenimdagi suv va taomlarni tugitib bo'ldim. Menmi shundoq. Halimdan so'rab baqayli. Halim hazratlari. Xayrlik atigan ko'pchilik. Ishkanlarning birida ozroq suv yoki yemeklik bormi?
Nemişki bana bunda qarab turasizlar? Chunki biz sizlardan shuni so'rayli deb turgan. Samiri, liq narsa qachilangan cho'ng bir xaltini yudib olibdi-kan u. Cho'qim uningda hojatidan oshgan narsalar bor. Mendimi hech narsa yo'q. Mening qo'sug'imni ichib ketdi. Qanday qilamiz? Ayollardan so'rab baqayli. Angla istir. Bir yutum suv bersang, sana bu altın üzükni berimen. Men sana yaqut bilan zinnatlangan 3 altın zincir bermen. Bu bir yutum suğa nisbatan pek ko'p. Sizlar bu o'rinni o'ylamayotsizlar. Menda qeyb qolgani faqat bir yutum suv. Şoňa onunğa tegişli qimmatni berishinglar kerak. Sen osh ko'z tamaxurkansan. Şunda qilib sen maňa dunyodagi mallarning hammasini bersang, bu o'zingni suvdan mahrum qilding. Bizga to'la cho'nchilik qilmasdir. Unutib qolma, bu oltinlarimiz sening emas. U biz qaytirib bergidek sharoit topolmagan misrliklarning oltinlari. U bizning mulkimiz bo'lmagan bilan bizning qo'limizda. Ona sizlarning qo'lingizda bo'lganlik sizlarga uni ishlatish huquqini berganligini bildirmaydi. Og'zingni yum bajrama. Bu erlarning ishi emas. Ayollarning deganlarini angladingmi, Halim? U to'g'ri deydi. Sen uningga munosabatsiz. Ko'pchilik sizlar oltinni talashaveringlar, lekin meni bir yutum suv ichgili qo'yinglar. Chunki men o'lay deb qoldim. Allohning payg'ambari Musa qavmining fitnaga tushib halok bo'lib ketishidan ansirab Rabbiga duo qildi. Allah onuğa asısı bilan zaminga o'rishni vahiy qildi. Arqadınlar zamindan 12 buloq etilib chiqib, har bir qabila o'zining suv ichadigan joyini to'nitdi. Allohga shukr. Payg'ambar bizga suv qiyinchiligini hal qilib berdi. Endi hargiz talash qilmaymiz. Men qimmatli oltin zanjirimni saqlab qoldigan bo'ldim. Qiliqanlardan xijil bo'lmadinglarmi? Oltinlarni o'g'irlab o'zing taqib olsan. Men o'g'ir emas. Bu oltinlar men Pravinning jazolashidan qo'rqib qochib chiqqan cheg'imda tartib yenimda bor edi. Endi Pravin malik bo'ldi. Bu oltinlarni egalariga qanday qaytirib beramiz? Menimcha bu oltinlar hammalarga tang bo'lib berilsin-mikin. Oltin degan ayollarning zinnati. Nemishqa uni elib olsizlar? Ağzınlarını yuminglar. Biz Allohning payg'ambari Musaning qishig'iga boraylik. Allohning payg'ambari? Undaqda oltinlar yo'q bo'ladi. Allohning payg'ambari bizni oltinlarni yig'ib, kishilar orasida fitna yuz berishdan burun uni ko'mib o'tishga buyurdi. Yaxshi bo'pti. Bu cho'lda oltinlarning nima keragi? Biz buncha oltinlarni zoya qilib etsak harom emasmi? Fitnani besiqtirish, so'rari bo'lmagan oltinlarni saqlashdan muhim. Tushundinglarmi? Payg'ambarning buyrug'iga qarshi chiqmoqchi emasman. Mundaqli so'rab qo'ydim. Tez bo'linglar. Ayollar oltinlarni yig'ib bir yerga qo'ysin. Ondan ko'mib o'tamiz. To'xtanglar. Menda sopiga oltindan yasalgan bir pichoq bor. Siz bu zinnatlarimni tashib etish menga pek og'ir kelyotdi, lekin amal yo'q. Davomli qo'langlar. Nemishqa? Bu odam qiynag'anliqku. Birodar, kesib aytmanki, bizni kunning issiqi o'ltirdigan bo'ldi. Menimcha bu o'rak butun oltinlarni ko'mishga yetadi. Men bu o'rak kichik bo'lib qilib, bizning birarimiz qayt qo'lab oltinlarni chiqarish xiyoliga kelib qilishidan ansirayman. Shunga cho'nqo'roq bo'lsin. Allohning payg'ambari Musaning g'azabini keltirishga jur'at qila oladigan sarang kimkan? Gaping o'rinliq. Biz oltinlarni rozimanlik va iymon turtkisi bilan ko'mimiz. Vijdonimiz bizga nazoratchi Halim. Yaxshi, mushunchalik bo'lsa yetar. Oltinni ep kelinglar. Uni mendan boshqa biri tashlamasin. Allah imonini kuchaysin. Yo'qol la'nati oltin. Ayollarning aqllarini o'yinchi qiladigan, zo'migar, zolimlarni haddidan oshiradigan narsa. Hargizmi bizning ichimizda yaxshilik irodasini bosh egdirolmaysan. Qattiq ta'sirlanganimdan yig'lig'im kelyotdi. Mushundaq vaqtda Musa alayhisalomning bizlarni tashlab taqqa chiqib ketishning zaruriyati bormidi? Hay hamoqatlar, u Rabbi bilan uchrashishga va'dalashganligi uchun ketdi. Bu bizlarning arzimas ishlarimizdan ko'p muhim. Mubodi biz biror narsani so'rashga muhtoj bo'lib qolsak qanday qilamiz? O qarinishi Harunni qoldirib ketdi-ku. Harun uning yordamchisi va u Musaga o'xshash payg'ambar. Dinning barliq ta'limotlarini biladi. Samiri, sen nada?
Men seni uzundan beri ko'rmayman-ku. Nima demakchisan, Rima? Sen bana mushundaq gap qilamsan? Men sendan xotirjam bo'lsam-kan deyman. Bo'libmi Allohning payg'ambari taqqa mangan chaqda vidolashishga qatnashmaganliging uchun. O taqi chiqib ketdimi? Nima ishqa? Sen bilmamsan? O Rabbining huzuriga berish uchun ketdi. Bu gapcha Musa hozir bizning oramizda yo'q-kanda. Shundoq. Lekin sen biror masalaga duch kelsang, uning qarindoshi Harundan so'rsang bo'ladi. Bir kimdan maslahat so'rashga muhtoj emasman. Kim? Samirima. Sen texchi uxlamabsan-ku. Yo'q, men uxlayapman. Sen mi uxlab? Uxlayotgan bo'lsang, qandoq gap qila olaysan? Nega borsan? Sab havodan ozroq nafas ep kelay. Yo'q, Samiri. Menga yolg'on aytyapsan. Sening maqsading aylanib kelish emas. Undaqda mening maqsadim nima? Sen Allohning payg'ambari Musoning tog'dan 30 kundan beri kammiginiga beoram bo'layotsan. Shundaqmi? Ha, shundaq. Qani degin ameyxa, palti nada, ha? Chidirning yanida. Mana endi ulug' farishtaning izidan ilingan bir changal to'pining rolini joriy qildiradigan vaqt keldi. Men shundaq bir narsa yasab chiqayki, uning butun dunyoda misli tepilmasin. Samri, nega ketding? Men ishkimlarni izlayotdim. Nega ketyapsizlar? G'izalangudek beliq tutib kelayli deb dengiz tarafga mandiq. Yaxshi. Lekin ishkimlar Allohning payg'ambari Musoning kammiganligiga beram bo'lmayaptamsizlar? O haqiqatan kechikib qoldi, lekin u Rabbi bilan birlada. Men buningdan sal gumonlanyapman. Mubada u Rabbi bilan uchrasha olgan bo'lsa, hargizmi buncha ko'p vaqt g'oyib bo'lmaydi. Men uning tog'larning orasida ezib qolgan yoki uning bilan kelishmaslik kelgan bo'lib qilishidan ansirayapman. Ansirma. U degan Allohning payg'ambari. Uning ustiga uning jismi kuchlik, intayin dana kishi. Uning bira bulangchi yoki yirtqich hayvon ziyon yetkazolmaydi. Shundaqdimi uni mushu tog'ning oldigacha berib bo'lsa-mu izlab baqsaq bo'ladi-ku, ha? Samarining so'zimi o'rinliq. Shundoq qilaylik. Qaranglar, bu nima? Men Mo'zayning o'rgan ovozini anglagandek qildim. Bu tog'ning qishida bir mo'zay turdi. Iloqi gap qilishda adabliroq bo'lib, uningga sajda qilinglar. Marisa qarig'ina. U nur chiqirdi ekan. Hamma o'raydi ekan. Oxiri bizning ovozini anglay oladigan, ko'zimiz ko'ra oladigan ilohimiz bor bo'ldi. Lekin Alloh yakkiganidir. Shaklga kirmaydi. Uning payg'ambari Musa uning qishig'i ketdi. Rabbi bizning oramizda tursa, Musa Rabbini izlab ketibdi. U nima degan chiroyliq? Rabbinglarning oldida ayminib turinglar, uningga sajda qilinglar. Sen Musa va Harunning Rabbimi? Hey oltin haykal, javob ber. Nemishqa gap qilmaysan? Allohdan mag'firat tilagan birodar, adablik bo'l. بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم. Bani İsrail şunca möcüzelerini görüp durup mu qandaqsıga bir Mozayning heykeliga ishondigandu. Dengiz suyuning ikkiga bo'linganligi va ularning zolim qavmdan qutulganligining o'zi ularga yetarlik mo'jiza-ku. Ular shundoq turibmi Mozayga cho'qinadi ekan. Butparastlik burundan ularning aqllari va qalblariga cho'nqur o'rnab ketgan. Qadimki Misrda Mozay shakllik Abis deyiladigan bir but bor ekan. Samiri ularning dal mushu ojizlik nuqtasidan foydalanib, ularning butparast odatini tutqi qilgan va ularga mush haykalni yasab bergan. Mush yergichimi? İnson odatda o'zi ishinib e'tiqod qilib kelayotgan narsaga mos ravishda tafakkur qiladi. Toj Mahalga qara. Podshoh Shohjahon o'liklar atrofidagi shaylarni his qiladi deb e'tiqod qiladigan bo'g'achqa o'lib ketgan ayolni his qilsin uchun bu qabrni shuncha ko'rkam yasagan ekan. Endi bu o'rin to'g'risida o'ylanala. Allah xolis Samirining qissasining davomini at so'zlab beray. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن يا رب نور بالكتاب قلوبنا يا رب عطر بالكتاب لساني سبحان الله 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 كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن